Endi Aliyev bilan bo'lgan holat bu futbolda bo'lib turadigan holat. Masalan, men Aliyevni bu holatiga ko'pchilik hozir tanqid qilyapti bu narsani, lekin nima uchun men reaksiya berdim? Birinchi navbatda biz vatan sha'ni uchun o'ynayapmiz. Biz masalan o'sha tanqid qilayotganlar ham bilib qo'ysinki, biz o'zbekni o'sha o'zbek xalqini g'urur, or nomusi uchun maydonda o'ynayapmiz. Bunaqa holatlarda bunaqa xatolar qilish mumkin emas. Chunki biz o'sha Sarsenbayev bilan bo'lgan holatni ularga misol qilib keltirganmiz. O'yindan oldin ham juda ko'p bu ustida ishladik, tushuntirdik futbolchilarga. Har qanaqa holatda ham nima bo'lgan taqdirda ham sizlar emotsiyalarga nazorat qilishlaring kerak. Maydonda o'sha kerak emas vaziyatda qizil olmanglar, shunda ham sariq kartochkalarimiz ko'p deb qayta tushuntiryapmiz. Lekin ko'ryapsiz, oddiy vaziyatlarda futbolchilar ularni provokatsiyasiga tushyapti. Shuning uchun meni o'sha vaziyatda jahlim chiqib ketdi, qizishib ketdimki, bu men tomonimdan, murabbiylar tomonidan 100 marta emas, 1000 martalab aytilgan vaziyat edi. Biz 1000 martalab ogohlantirgandik, 1000 martalab tayinlagandik. Lekin shu narsalarni bilib turib, shu narsalarni eshitib turib futbolchi maydonda yana shunaqa holat qilgani uchun bitta men unga kerakli tanbehni berdim deb o'ylayman. Bu uchun saboq bo'ladi. Masalan, bu ertaga uni o'zini faoliyati uchun bunaqa holatda futbolchi jamoasini qiyin ahvolga solib qo'yish hech narsa emas. Ko'pchilik yosh futbolchi ruhiyati sinib qoladi deb. Hammasi normal. Mana jamoa yechinish xonasiga kirgandan keyin hatto unga hech qanaqa gap ham, e'tiroz ham bildirmadim. Uni qo'llab-quvvatladim, lekin o'sha holatda men o'zim uchun to'g'ri qildim deb o'ylayman va hech qanaqa buni yomon tomoni yo'q. Bu o'sha bular yosh bola emas, o'sha ko'pchilik yosh bola deb aytyapti. Bular yosh emas, bular professional futbolga qadam qo'yyapti. Bunaqa vaziyatlarda o'zini nazorat qila olish kerak. 17 yosh, bu aqli, hushi, esi joyida. Har qanaqa holatda ham o'sha vaziyatda o'zini tuta olishi kerak edi. Men shuning uchun shu vaziyatni ogohlantirganimiz uchun, aynan bizni gapimizga qarshi kelgani uchun bunga men tanbeh berdim. Va bu normal holat, bu vahima qiladigan jarayon emas. Asl bilan hammasi normaldek, uni ruhiyatini ko'tardik. Umuman hamma futbolchilarga masalan o'yindan keyin minnatdorchiligimni bildirdim. Hech kimdan xafa emas.